Salom, salom. Mana bugun osh qilishga qaror qildim. Boshdan qilib narsalarni artyapman. Menda unaqa shtativim yo'qligi uchun tepaga двухконтурный kotelni ustiga qo'yib olganman. Mana archib tugatdim va kartoshka soldim. Bugun 2 kishilik osh tayyorlayapman qizim bilan o'zimga. Bizda gaz juda ham past. Boshdan qilib so'zlarni qovuryapman. Shunaqa orada guruchni ham yutib qo'ydim va qo'limdagi brasletimni maqtab o'tib ketdim, chunki ertaga tug'ilgan kunim va bugun menga shuni yaqinlarim sovg'a qildi. Shunga aytib o'tdim. Shunaqa qilib oshlarni qovurdik, guruchlarni soldim. Ko'rib turibsizlar, suv quyganim yo'q. Shundaycha o'zini bor suvi bilan dimlab pishirdim. Gaz juda ham pastligi uchun shunaqa qilib pishirishga qaror qildim. Suv quyganimda agar juda ham yumshoq bo'lib qolishidan qo'rqdim. Shu 2-3 marta nima qilganimdan keyin kovlab dimlaganimdan keyin mana ko'rib turganingizdek osh pishdi. Juda ham chiroyli bo'ldi. Va guruchini tatib ko'rdim. Juda ham mazali. Kelinglar.